O'zingizga o'zingiz xo'jayinsiz. Hech kimga hisobot bermaysiz. Xohlagan joyingizga borasiz, xohlagancha o'ynab kulasiz. Mazza sizga. Shu hayot tarzim yoqadi, lekin o'zimga yarasha muammolarim va ishlarim bor. Aslini olganda, bu hayot yaxshi emas. Oila, uy bo'lgani yaxshi. Orzuyim bor shunaqa. Tayyormisan? Ha, tayyorman. Ketdik. Voy, sekinroq hayda. Nima, qo'rqasizmi tez haydashga? Nimadan qo'rqaman? Sen nimaga olib ketyapsan? Uni yaxshi ko'rasanmi? Kimga tey, sizga teymi? Lola, to'yi to'xtat, u seni sevmaydi. Nimaga? U Barnoni sevadi. A? Lola. Lola. Keling. Xo'sh, siz ozodsiz. Omborxonani kim yoqqanligi aniqlandi va isbotlandi. Tegi chiqdimi? Tagi chiqdi. Kuyovingiz kim yoqib berganini isbotlab berdi. Kimlar yoqqanlarni ovozini yozib olgan ekan. Siz hozir ozodsiz. Mana bu yerga qo'l qo'yib bering. Faqat to'g'ri tushuning. Siz hozircha ozodsiz, faqatgina tergovga, sudga chaqirganda kelib o'ziga ma'lum bo'lgan holatlar bo'yicha guvohlik berasiz. Ketaveraymi? Ketavering. Uzr so'rayman. Bu bizning ishimiz. To'g'ri tushuning. Davlatni pulini himoya qilish bizning vazifamiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Lolani avtohalokatga uchrabdi deyshayapti. Nima? Gapir! Aziz bolam. Nima kechim turibsan? Gapir dedim. Doktordan so'raylik. Ertaga to'y-ku. To'y nima bo'ladi? Qayoqda avtohalokatga uchradi? Men bilan poyga o'ynab avtohalokatga uchradi. Ishqilib. Men qoningizni so'rib tashlab, qoningiz qoldimi ekan? Assalomu alaykum aka.